Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana o'yinlarimiz yetib keldi. Shatlankali. Aytganimdek mana 3 qavat o'yni. Mana o'yinni qalinligini ham ko'ryapsizlar. Bitta o'yinlarni qo'yganimizdan keyin joyiga tarqatib olganimizdan keyin qo'yib sizlarga ko'rsatib beramiz. Shatlankali o'ynaydi. Qaror chiqishini o'tkazganmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Romcha aka bo'ldi. Aka-ukalar shatlanka qo'yilgan holatda ligirovka ishlari ketyapti. Bityapti inshaalloh. Ozgina qoldi. 95% bitdi. Va'da qilib qo'yadiku ko'rsatamiz. Savg'osi isdan chiqadi. Va'daga muvofiq mana shatlankali holatlari. Hormang Obiljon.